Qancha so'm ekan deding? $944 944 so'm. Mana shu bakalashkaga cho'qitgan ekan, ha? Assalomu alaykum, jamoat. Mana pulni bugun bir 6 yashar ve 7 yashar bola olib keldi, mana bakalashkaga solibchi. Tog'a, mana shuni to'playatuvdim. Shuni ham yo'lga ishlatib qo'ying deb men qo'lma qarmatib qo'yib ketdi. Otasining oti Jamshid degan bolasi bo'lam dedi. Qancha so'm desam bilmayman tog'a, eseplamang, yozib qo'ying desam yozmang. Shuni o'zim to'playatuvdim, berib qo'yayin sizga. Yo'lga ishlatib qo'ying deb berib ketdi. Alloh rozi bo'lsin mana shu bolaga. 944 so'm ekan. Bir 7 yashar bolada, men 1-klassga o'qiylik bola. Mana qarag'lar. Shu bolaga bir duo qilib qo'yasizlar. Bakalashkaga to'p-to'p yurgan ekan, shuni menga berib ketdi. Alloh rozi bo'lsin.